Har doim jonli efirlar qilganimda juda ham ko'p beriladigan savol: kollagen nima o'zi, nimaga kerak, qanaqa formasini ichishimiz kerak deyshadi. Bugun shu savollaringizga javob beraman. Bu suyak, tog'ay, pay, derma to'qimalarini osnovasini hosil qiladigan oqsil hisoblanadi. Ularning mustahkamligini, ularning elastikligini ta'minlaydigan oqsil hisoblanadi. Bu juda ham muhim biz uchun. Kollagen sintezi normadan 25 yoshdan keyin pasayishni boshlaydi. Shuning uchun har doim ratsionga kollagen qo'shish kerak. O'zi kollagenning eng oddiy, eng arzon varianti suyak sho'rva. Ya'ni 12 soat to'g'ri qaynatilgan suyak sho'rva eng zo'r kollagen hisoblanadi, ya'ni tirik kollagen hisoblanadi. Undan tashqari parashok yoki jele variantlarini ichishingizni tavsiya qilaman. Organizmda yaxshi so'riladi va yaxshi effekt beradi. Iste'mol qilinganda bir oy ichib tashab qo'yman, bir oy kollagen ichdim, u hech qanaqa rezultat bermaydi. Yaxshi kollagen sizga effekt berish uchun kamida 6 oy ichish kerak. Bo'lmasa 1 yilgacha ichishni tavsiya qilamiz.